Nima uchun roza? Alloh uchun, qolgan amallarimiz o'zimiz uchun ekan. Nega shunday deyilsa, sababi masalan namoz o'qiydigan odamlarning hurmati boshqacha bo'ladi. Namozxon odam masjidga chiqadi deydi. Xuddi mukofoti o'zi bilan billa. Namozxon, namoz o'qiydigan kishi o'zidan hurmati, uni olqishi, uni maqtovi bo'lyapti. Zakot beradigan bo'lsa yoki bo'lmasa ehsonlar qiladigan bo'lsa, yetimlarning boshini silaydigan bo'lsa, unga ham sahiy, muruvvati keng, juda yetimparvar shunday so'zlar aytiladi. Agar hajga borib keladigan odam bo'lsa-yu, hojaka tepaga chiqing, sizdan oldin yurib bo'lmaydi, buni bahosi bor-da, lekin mana hozir shetdagilarni birortasini ro'zador aka deyilmaydi. Ro'zador aka deyilmaydi. Nega? Chunki ro'za tutmaganligini hech kim bilmaydi. Chanqab ketgan vaqtingizda bolalaringizdan, nevaralaringizdan sekin bir chekkaga o'tib, muzdekkina suvni bunday ichib oladigan bo'lsak ham hech kim bilmaydi uni. Qornimiz juda ham ochib ketgan vaqtda u narsa yeb yuboradigan bo'lsak ham hech kim uni bilmaydi. Hozir va'z, irshod qilib odamlarga nasihat qilayotgan imomni o'zi ehtimol balkim ro'za tutmagandir bugun. Qayerdan bilamiz? Hech kim bilmaydi. Demak, bu ro'za Alloh bilan bandaning o'rtasidagi sirli ibodat. Namozimiz ko'rinadi. Hajga borishimiz ko'rinadi. Xayru saxovatlarimiz ko'rinadi. Ammo lekin ro'za tutganimizda bir odam men ro'zadorman deganda ham endi shunchaki aytib qo'ydi deb buni deyish mumkin. To biror narsani yeb yuborib, ichib yuborib yoki yemasdan, ichmasdan shunday qilsa biz ro'za tutgan ekan shakli deb qo'yamiz. Demak, mana shuning uchun aytayaptiki, bandamni ro'za tutgan holatidagi mukofotini men o'zim beraman deyapti. Buni savobini biror narsaga o'xshatishlikning ham imkoniyati yo'q.